Chempion Magomed Ankalaev Alex Pereiraga keskin munosabat bildirdi. UFC PI'dagi uchrashuvda chempion mendan qochdi degan ayblovlariga Ankalaev darhol ijtimoiy tarmoqlarda jostki javob berdi. Men jang qilayotgan tasqari meni undan yashirinayotgandek ko'rsatmoqchi, lekin aslida u bilan jangni qattiq kutyapman. Men Pereiraga revansh beryapman. Bu uchun minnatdor bo'lish kerak. 5 ta raund davomida sudrab yurib oktagon bo'ylab bang'illatdim. Xohlagan ishimni qildim. Endi gapirsam gap o'shuncha, oktagonda kim qochganligi aniq bo'ladi. Yigit tuguli Pereira karyerasida 3 marta uxlab qolgan. Men esa hech qachon bu holatga tushmaganman. 4-nokautni men sovg'a qilaman. UFC 320 da kutib turing. Shu bilan masala yopildi. Ortiqcha gap so'zni keragi yo'q. Bu jangdan keyin unga bitta yo'l qoladi. Shina montajga olib boruvchi. Eslatib o'taman, Pereira UFCda faqat bir marta nokaut qilingan. Buni faqat Israel Adesanya UFC 287 da uddalagan. Chunki o'shanda Pereira juda ham ortiqcha hujumkor yo'l tutdi va Adesanya uni moshni zarba bilan nastroykasini zavod holatga tushirdi. Pereiraning 2 ta nokauti esa dinozavr davridagi kickboksingga tegishli. Oxirgisi 2016-yilda sodir bo'lgan. Hozir esa UFC 320 eshik qoqyapti va revansh joriy yilning eng shaxsiy tituli janglaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Agar Pereira g'alaba qozonsa, bu jang yorqin va shou tarzida tugashi kerak. Men ular 5 ta raund to'liq bosib urisha oladi deb ishonmayman. Masala esa aynan uslublar uyg'unligida. Menimcha ular 5 marta yoki 500 marta jang qilmasin, baribir natija o'zgarmasdi. Pereira har safar oxiriga kelib kuchli bo'ladi. Bu esa katta intriga. Axir birinchi jang umuman rejada yo'q edi. Boshqa imkoniyat qolmaganligi uchun o'tkazilgan. Pereira boshidanoq yulduz bo'lgan. Uni hamma jangi titul uchun va asosiy eventda bo'lgan. Agar u Ankalaevni yengsa, bu uni yulduzligini yanada mustahkamlaydi. Ankalaev esa toza mehnat qilyapti, tarix yaratyapti, sotsiyetlarda odamlarning qiziqishini uyg'otyapti. Mashg'ulotlarda esa o'zini ayamaydi. Ankalaev haqiqiy top darajadagi jangchi. Merab Dvalishvili UFC 320 oldidan Corey Sandhagenni ogohlantirishiga qattiq javob qaytardi. Chempion aytdi, men stoykada jang qilishga tayyorman. Corey esa darhol bu katta xatolik bo'ladi deb javob qaytardi. New York Post Sportga bergan intervyusida Merab aytdi, meni zarba texnikam ancha oshgan. Men stoykada ham o'zimga moshni ishonaman. Hamma yaxshi biladi, uning eng kuchli quroli bu to'xtovsiz bosim va kurash. Ammo agar u stoykada qolishga qaror qilsa, UFC 20 da butunlay boshqa manzarani kutishi mumkin. Bunaqa xatarlar nimalarga olib kelishini yaqinda ko'rdik. Belal Muhammad zarbachiga qarshi kurashdan voz kechib, kamarda oldirib qo'ydi. Shuning uchun Gruzindan so'rab qolardim, ayni tuzoqqa tushib qolmasligini. Bu o'ta muhim. Merab uchun bu jang tarixiy ahamiyatga ega. Sandhagenga qarshi unga faqat 3 ta takedown kerak va u UFC tarixidagi 100 ta takedownga yetgan birinchi jangchiga aylanadi. Saint-Pierre'ning 90 ta rekordi allaqachon dinozavr davrida qolgan. Merabda hozir 97 ta. Merabjonda uslubi bu to'xtovsiz bosim. Hech kim shubha qilmaydi, u bu rekordni yana yengil yutuq qo'shadi. Odamlar doim aytadi, bunday qilma, unday qilma, lekin men o'z bilganimdan qolmayman va yana bir bor hamma haterga isbotlayman. Bu jangga motivatsiyam o'ta kuchli. Corey Sandhagen bilan stoykada turib qonga qon, jonga jon qilishni istayman. Albatta bu MMA. Qayerda kurash kerak bo'lsa kurashaman, lekin asosiy niyatim o'ta qattiq zarbalar bilan to'qnashish. Zarba texnikam hozirgi paytda juda yuqori darajada. Oldin stoykada ko'proq ishlaganman, keyin kurashga e'tibor berdim. Endi esa yana stoykaga qaytdim. Hamzat Chimayev to'satdan yangi xabar berdi. U Ilya Topuria bilan qattiq sparing qilgan. Hozir esa UFCdagi birinchi kamar himoyasi uchun raqib e'lon qilishini kutmoqdaligini ta'kidladi. Hamzat Chimayev hozir Arab Emiratlarida. Chimayevni kundalik hayotidan reportajlar qiladigan do'sti Adam Zubayrov bilan vaqt o'tkazyapti. Yaqinda ular intervyuda UFC 308 turniri haqida gaplashishdi. Chimayevning Uitikir ustidan g'alabasi va Topuria Halloweenni yenggan haqida. Shu vaqt Hamzat to'satdan sirda ochdi. Biz jangdan oldin Topuria bilan qattiq sparing qilgan edik. Har xil vazn va gabarit farqi bo'lishiga qaramasdan Chimayev ochiq aytdi, u sparingda kuchini ayamagan. Uning gruziyalik do'sti Guram Kutatladze ham Topuriyaga yaqin inson. Ilya bir necha bor Guram bilan mashq qilgan. All-Star zalida esa Hamzat va
familiyaning birgalikda trenirovka videolari tarqalgan. Chimayev ta'kidladi, u o'zini a'lo darajada ko'rsatdi. Loyinni uxlatib yengish bu juda katta yutuq. Ikki divizionda UFC chempioni Topuria gruzinlar uchun katta faxr. Biz avval ham sparring o'tkazgandik. Keyinchalik u Guram zaliga tashrif buyurdi. Yana ishladik. Ba'zi paytlarda jang oldidan ekanligimni unutaman va mashg'ulotda butun kuchim bilan ishlayman. Tempni Topuria ko'tarmoqchi bo'ldi. Men zarbalarimni kuchaytirdim va parterga olib o'tdim. Nima bo'lganini ochish shart emas deb o'ylayman.